Sizda salyanli kislotani saqlash bo'yicha ruxsatnomangiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, hujjatlashtiring. Bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Toshkent tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda yirik miqdordagi prekursorlarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida 3 nafar fuqarolar o'zaro kelishgan holda 1 tonna xlorid kislotasini 14,5 million so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shundan so'ng tadbir davom ettirilib, mazkur shaxslardan birining Toshkent tumanida ijaraga olingan ombori ko'zdan kechirilganida, bu yerda yana 4 tonna 900 kilogramm shu turdagi kislota saqlanayotgani aniqlandi. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslarda prekursor moddalarni saqlash, tashish va realizatsiya qilish huquqini beruvchi bironta ham hujjatlar mavjud bo'lmagan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, xlorid kislotasi xalqaro va milliy qonunchilikda ham muomalasi cheklangan prekursorlar ro'yxatiga kiritilgan. Chunki mazkur kimyoviy moddadan geroin, kokain kabi an'anaviy hamda turli xil sintetik narkotik moddalarni tayyorlashda foydalaniladi. Bir qarashda omborda turgan ushbu modda shunchaki kimyoviy suyuqlikdek tuyulishi mumkin, ammo mazkur moddalar ko'magida tayyorlangan narkotiklar yuzlab yoshlar taqdirini izdan chiqarishi, oilalarni parokanda qilishi va jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi muqarrar edi. Hozirda mazkur 5 tonna 900 kilogramm kimyoviy moddalarning ilk manbasini aniqlashga qaratilgan surishtiruvlar davom etmoqda.